Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Sizlar bilan yana bir marta uzoq tanaffusdan so'ng Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlatov. Hurmatli treyderlar, bugun yangi hafta va mana shu yangi haftani birinchi kunlariga 4 ta savdo instrumentida savdo g'oyalari mavjud va ushbu savdo g'oyalari bilan sizlarni tanishtirib chiqmoqchiman. Demak, birinchisi Audi Chifi, ya'ni Avstraliya dollari va Shvetsariya franki bo'yicha grafikimizga e'tibor beramiz. Ushbu grafikda yaxshilab e'tibor bersak, albatta biz kunlik time frame ga e'tibor beramiz. Mana grafikimiz kunlik time frame, pastdagisi esa 15 minutlik time frame. Sababi kunlik time frame da tahlillarni amalga oshiramiz, ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan zonalarni belgilab olamiz va umumiy global tendensiya bo'yicha xulosa chiqarib, kichkina time frame, ya'ni 15 minutlik, yarim soatlik, 5 minutlik yoki ba'zi holatlarda 1 soatlik time framelarda savdolarni amalga oshiramiz. Hurmatli treyderlar, bugun birinchi savdo g'oyamiz, albatta bu meni shaxsiy fikrim va hech qanaqa tavsiya emas. Bu shunchaki o'zingiz yana bir marta o'zingizni savdo usullaringiz bilan tekshirib ko'rishingiz mumkin ushbu savdo g'oyalarini. Demak, Audi Chifi valyuta parasiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda kunlik time framelarda asos bo'luvchi zonalarni chizib oldik. Mana e'tibor bering. Aynan mana shu eng oxirgi minimum, ya'ni bu narx 0.5 To'g'ri, sizda narx biroz, ya'ni brokerlik kompaniyangiz yoki prop kompaniyada ishlasangiz, qanaqadir prop kompaniyani narxidan biroz tafovut qilishi mumkin, lekin asosiy kartina bir xil va e'tibor beramiz. Asos bo'luvchi zona, ya'ni eng oxirgi narxning pasayish tendensiyasini yakunlanishi, ya'ni to'xtashi va narxni kuchli yuqoriga o'sish yuzaga kelgan nuqta mana shu 0.5 zona hisoblanadi va o'ng tomonda, ya'ni biz bilamizki, zonani chapdan o'ngga qarab chizamiz. Va e'tibor bering, aynan mana shu joyda turli xildagi izlom trend va mana bunaqa yolg'on buzib o'tish holatlari yuzaga kelgan va narx bir necha marta mana shu zonaga urilmoqda, lekin e'tibor bering, bu zonamiz nomi bilan aytganda qo'llab-quvvatlovchi zona hisoblanadi va biz bilamizki, agarda narx haqiqatan ham mana shu joyda kuchli ob'yomlar, ya'ni kuchli limitli ishtirokchilar o'zlarining zaявkalari bilan o'tirishgan bo'lsa, narx yuqoriga o'sishda davom etishi kerak. Lekin aksincha e'tibor bersangiz, narx ketma-ket o'sha maksimumlarning pasayishi yuzaga kelmoqda. Ya'ni narx mana shu aynan zonaga, ya'ni 0.5 zonaga takror va takror urilayotganligi va eng asosiysi har urilish jarayonida maksimumlarning, ya'ni mana bu maksimumlarning borgan sari pasayib borishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu holat pozitiv holat hisoblanadi. Ya'ni narx zonaga nisbatan siqilib borishi holat hisoblanadi va bunaqa holatlarda katta ehtimollar bilan narx pastga proboyniy vaziyatda, ya'ni buzib o'tish holatini amalga oshirish ehtimoli mavjud. Demak, Audi Chifi valyuta parasida savdo g'oyamiz shundan iboratki, 0.5 zonadan agarda narx pastga buzib o'tib mana shu joyda mahkamlanadigan bo'lsa, demak biz sell pozitsiya bilan o'zimizning risk menejmentimizga asoslanib savdo bitimini amalga oshirib ko'rishimiz mumkin. Demak, Audi Chifi bo'yicha mana shu savdo g'oyamiz. Navbatdagisi Audi USD valyuta parasi. Audi USD valyuta parasi. E'tibor bering, Audi USD valyuta parasida ham kunlik time frame'dagi eng kuchli va asosli ishlashimiz mumkin bo'lgan zonalarni belgilab olamiz. Mana e'tibor bering, ushbu zonamiz 0.62 zona hisoblanadi. Mana ushbu zona bir necha marta narxning urilishi, yolg'on buzib o'tishlar yuzaga kelgan. E'tibor bersangiz, mana bu joyda narxning keskin to'xtashi, undan keyin kichik yolg'on buzib o'tilish va yana narx yuqoriga harakatini ko'rishimiz mumkin. Va yana shunday holat
mana bu joyda yolg'on buzib o'tish holati bilan mana bu zonamizda haqiqatdan ham limitli ishtirokchilar mavjud ekanligini ko'rsatmoqda, lekin e'tibor bering, aynan bu holatda ham, ya'ni AUD/USD valyuta parasida ham narx yolg'on buzib o'tishni amalga oshirmoqda va bitta narsani tushunib olingki, agardan narx zonaga nisbatan yolg'on buzib o'tish holatini yuzaga keltiradigan bo'lsa, demak orqaga, ya'ni qarama-qarshi tomonga, ya'ni ayni yo'nalish agarda pasayuvchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu pasayuvchi zona, pasayuvchi narx harakati jarayonida tarixiy asoslangan zonaga mana bunday yolg'on buzib o'tish holatini yuzaga keltiradigan bo'lsa, yaxshigina orqaga qaytishi kerak bo'ladi. Sababi mana bunday yolg'on buzib o'tish holati ayni paytdagi tendensiyaning yakunlanganligi va qarama-qarshi tendensiyaning boshlanganligi haqida juda ham kuchli signal beradi. Demak, mana shu mohiyatdan kelib chiqib, endi grafikka qaytamiz. E'tibor bering, aynan mana shu nuqtada ham eng oxirgi mana bu yolg'on buzib o'tish, ya'ni ложный пробойni yuzaga keltirgan bardan keyin narx juda ham kuchli yuqoriga откатni amalga oshirmagan. Aksincha, biroz yuqoriga yurgan va yana nima bo'lgan? Yaxshi e'tibor bersangiz, zonaga nisbatan oxirgi kasani bergandan keyin 1, 2, 3, 4, 5 kun davomida yana orqaga qaytib kelib urilmoqda. Urilish arafasida turibdi. Ya'ni bu, narxning zonaga oxirgi urilishdan keyin 10 kun ichida, 10 kundan oshmagan muddat ichida yana zonaga qaytib kelib retest holatini yuzaga keltirishi bu ближний retest holati hisoblanadi. Ближний retest holati bu, ya'ni e'tibor bering, mana shu zona bo'ladigan bo'lsa, narx kunlik time frame'da mana bu joyga urildi va buzib o'ta olmadida orqaga qaytdi. Mana shu oralig'ida u qanchalik yuqoriga chiqib ketadi, u ahamiyatga ega emas. Eng asosiysi 10 kun ichida yana narx orqaga mana shu avval urilgan zonaga uriladigan bo'lsa, ya'ni retest beradigan bo'lsa, katta ehtimollar bilan bu пробойный model hosil qiladi. Ya'ni pastga buzib o'tish holatini yuzaga keltirish ehtimoli yuqori. Va albatta AUD/USD valyuta parasida ham xuddi mana shunday, ya'ni tarixiy avval sinalgan mavjud zona, undan tashqari ложный пробойdan keyin yuqoriga kuchli откат mavjud emas va oxirgi kasaniyadan 10 kundan kam bo'lgan muddatda zonaga qaytib retest holatini yuzaga keltirilishi bu пробойный modelni hosil keltiradi. Demak, mana shu asoslarga ko'ra AUD/USD valyuta parasida ham 0.62-644 zonadan pastda narxning mahkamlanishi sell pozitsiyaga kirishimizga sabab bo'ladi. Demak, AUD/USD valyuta parasidagi savdo g'oyamiz пробойный model bilan sell pozitsiyasi. Demak, navbatdagisi Bitcoin. Mana bugungi kundagi eng aktual holatlardan bittasi Bitcoin. E'tibor bering, Bitcoinda ham juda ham kuchli tushish holati, ya'ni pasayish holati, ya'ni tarixiy maksimumdan keyin narx hali o'ziga kela olgani yo'q va keskin tushishda davom etmoqda. Ushbu tushish jarayoni hali yakunlanmagan. Sababi, e'tibor bersangiz, maksimumlar, mana bu maksimumlar borgan sari pasayib bormoqda. Demak, ushbu holat hali ham pasayish tendensiyasi davom etayotgandan darak beradi. Endi ushbu Bitcoin USD valyuta parasida ham biz eng kuchli zonalarni belgilab olamiz. E'tibor beramiz, biz belgilab olgan zona mana bu eng oxirgi pasayish tendensiyasi va aynan mana shu pasayish tendensiyasi to'xtagan nuqta bizga kuchli zona vazifasini bajarib beradi. Sababi aynan mana shu 81.597.86 zonada narx juda ham kuchli nakapleniya holatini, ya'ni yig'ilish, ya'ni turg'unlik holatini yuzaga keltirmoqda. Esingizdan chiqarmang, ushbu tahlil qilayotgan time frame'imiz kunlik time frame. Albatta kirish nuqtalarini biz kichkina time frame'larda belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Kichkina time frame'da savdoga kirishimiz bizni juda ham
qulay va kichik stop loss nuqtalarini o'rnatishimizga sabab bo'ladi, ya'ni bizga imkoniyat beradi. Nima uchun kichkina stop loss biz uchun juda ham muhim? Sababi biz hisoblangan take profitni, ya'ni 1 ga 2 nisbat, 1 ga 3 nisbat, 1 ga 4 nisbat holatida savdo qilganimiz sababli, agarda sizni kirish nuqtangiz, ya'ni mana bu stop loss va mana bu TVH, ya'ni kirish nuqtangiz masofasi qanchalik kichkina bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu x ga nisbatan 2x yoki 3x take profit olasiz-ku. Ya'ni qanchalik siz optimalniy stop loss nuqtasini bilan ishlasangiz, take profit olish ehtimolingiz yana ham yuqorilashadi. Shu sababli ham biz kichkina time frame'da savdoga kirishimiz juda ham kichik stop losslar bilan ishlashimizga yordam beradi. Va albatta biz Bitcoin'ni eng oxirgi mana shu juma shanba kunlari savdo bitimlarini amalga oshirganmiz. Albatta buni Instagram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Instagram kanallarimiz mana YouTube'da silkalari berib qo'yilgan. O'sha Instagramda storieslarimizda ham kunlik savdo tahlillari, ya'ni savdo g'oyalarini berib boramiz. Demak, Bitcoin'da ham eng asosiy, eng kuchli zona belgilab olingan, ya'ni eng oxirgi mana shu tushish shami, ya'ni sotuv shami, ya'ni pasayuvchi shamcha va ana mana shu to'xtagan nuqta juda ham hozir ahamiyatga ega bo'lib turmoqda. Sababi birorta bar pastga yoki yuqoriga harakatlanayotgani yo'q. Va eng asosiysi, e'tibor bering, barlar mana shu joyda to'xtagandan keyin, ya'ni zonada to'xtagandan keyin yuqoriga qaytishni amalga oshira olayotgani yo'q. Ya'ni yuqoridan bosim bor. Shu sababli ham agarda narx, biz Bitcoin'da kutayotgan vaziyatimiz, agarda narx 81.597-86 zonadan pastga buzib o'tib, mana shu zonadan pastda mahkamlanadigan bo'lsa va sizni tahlilingiz bo'yicha biror sell pozitsiyaga signal shakllanib tasdiqlanadigan bo'lsa, bemalol sell pozitsiya bilan savdoni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, yana bir marta qaytaraman, bu meni shaxsiy savdo g'oyam va shaxsiy o'zim uchun xulosa qilib olayotgan fikrlarim. Bu hech qanaqa tavsiya yoki majburlash emas. Siz o'zingiz ham mana shu g'oyadan ilhomlanib, o'zingizni savdo tahlilingiz bo'yicha yana bir marta quyidagi instrumentlarni tahlil qilib ko'rishingiz mumkin. Demak, Bitcoin USD valyuta parasida 81.597.86 zonadan pastda har qanday mahkamlanish sell pozitsiyani ochishimga sabab bo'ladi va men sell pozitsiyaga kiraman. Demak, Bitcoin bo'yicha tushunarlik. Keyingisi 4-inchisi DAX 40 indeksi. Ya'ni ushbu indeksimiz o'z ichiga 40 ta aksiyani qamrab olgan va ushbu indeksimizda bo'layotgan vaziyatga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda ham asosiy zonani kunlik time frame'da mana e'tibor bering. Kunlik har bir tahlilim, har bir belgilagan zonalarim kunlik time frame'da amalga oshiradi. Chunki kichik time frame'dagi zonalar juda ham tebranuvchan va lokal zonalar hisoblanganligi sababli albatta yirik ishtirokchilar qoldirgan aniq va ishonchli, endi 100% emas, endi ishonchli savdoni amalga oshirish mumkin bo'lgan zonalar albatta minimum kunlik time frame'dan belgilab olgan maqsadga muvofiq. Demak, DAX 40 indeksimizda ayni paytda kuchli zona deb e'tibor bering. Aynan mana shu zonani belgilab olganmiz. Sababi aynan mana shu zonada juda ham kuchli to'xtash nuqtasi yuzaga kelgan va avval eng oxirgi juma kungi barimiz ushbu zonaga juda ham yaqin holatda yopilganligini ko'rishimiz mumkin va katta ehtimollar bilan DAX 40 indeksimizda bu yangi haftadagi birinchi bar, ya'ni birinchi harakat biroz yuqoriga va undan keyin yana pastga harakat qilish ehtimoli mavjud. Sababi pasayish tendensiyasi boshlangan va zonaga qayta urilish yuzaga kelmoqda. Shu sababli ham avval biroz zonadan, ya'ni 22.420.88 zonadan biroz yuqoriga qaytish va undan keyin pastga harakat bo'lish ehtimoli mavjud.
Nimaga aynan biroz orqaga qaytish harakati yuzaga kelishi mumkin deb aytyapman. Sababi juda ham oddiy, hurmatli treyderlar. E'tibor beringlar. Mana shu instrumentimizda 22.420.88 zonaga oxirgi marta urilish bundan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kun oldin amalga oshganligi sababli, ya'ni 10 kun yoki undan ko'p muddat bo'lganligi sababli mana bu oraliqdagi narxni qayta sinash muddati daily retest deb ataladi. Va doimo daily retest bo'lgan vaqtda narx zonadan ortga qaytishni amalga oshiradi. To'g'ri, u ortga qaytish juda ham kuchli bo'lmasligi mumkin, lekin baribir agarda narx zonaga nisbatan, mana misol uchun mana shu zonaga narx kunlik time frame'da urilib, undan keyin 10 kundan ortiq muddatda qaytib kelib uriladigan bo'lsa, ortga albatta qaytishni amalga oshirib oladi. To'g'ri, ana undan keyin yana orqaga qaytadigan bo'lsa, bu oraliq endi bridge retest bo'lib, probойный model hosil bo'lishi mumkin. Lekin agarda 10 kundan ortiq muddatda narx zonaga uriladigan bo'lsa, bu daily retest holati deb hisobga olinadi va maksimalniy probойный modeldan foydalanmasdan kuchliroq signalni kutish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Hurmatli treyderlar, bugungi savdo g'oyalarimiz mana shu 4 ta instrument bo'yicha edi va albatta haftada 3 kun kunlik savdo g'oyalarini berib boramiz. Albatta savdo g'oyalari ko'p, lekin maksimalni harakat qilyapmiz. Deyarli tayyor va savdoni amalga oshirish mumkin bo'lgan signal shakllangan, faqatgina tasdiqlanishini kutish kerak bo'lgan instrumentlarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Va savdolaringizga omad tilagan holatda savdolarni davom ettiramiz. Biroz turli xil kontentlarni sizlarga taqdim etishda to'xtalish yuzaga keldi. Albatta bu bizga biroz kuch yig'ib, ba'zi yana qo'shimcha qanaqa ideyalarni yig'ib olishga biroz pauza muddati bo'ldi. Xudo xolisa bundan buyog'iga turli xildagi savdo g'oyalarini berib boramiz va eng asosiysi o'rganishda hech qachon to'xtamang, doimo o'rganuvchi bo'ling. O'zingizni ustingizda ishlashdan hech qachon to'xtab qolmang. Tushkunlikka tushmang. Savdo jarayonida turli xildagi stop losslar, zararlar emas, ya'ni zarar deydigan bo'lsak, umumiy bo'lib qoladi-da bu. Ya'ni bu o'sha shotni slif qilish holati ham bu zarar hisoblanadi, lekin haqiqiy professional savdoda hisoblangan va depozitning ma'lum bir qismidan iborat bo'lgan, ya'ni risk menejmentimizga taalluqli bo'lgan turli xildagi bitta, ikkita, uchta yoki bir nechta seriyali stop losslar bu savdoning bir qismi hisoblanadi. Hech qachon siz tushkunlikka tushmang. Savdo qilishda va o'zingiz ustingizda ishlashda davom ettiring. Barchaga omad, sog'lik, salomatlik va hafta davomida bizdan yana yangi savdo g'oyalarini kutib qoling. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun doimo sizga rahmat va hurmat bilan yana bir marta Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlatov. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.